Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Adab Ahlul Qur'an degan kitobniki davomi. Ikkinchi Qur'on Karimning fazilatlari haqida yozilgan kitoblarni Bisuhatun Amma degani umum jihatdan Qur'on Karimning fazilatlarini so'zlaydigan, lekin qo'shimcha qilib Qur'on ahlining adab axloqlarini so'zlaydigan kitob. Umum jihatdan Qur'on Karimning fazilatlari haqidagi kitoblardir ikkinchi turi. Bu kitoblar Qur'on Karimning fazilatlari haqida so'zlagandan sirt yana Qur'on ahlining adablari va axloqlari haqida so'zlaydi. Bu kitoblarning qatoridan Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam al-Harawi rahimahullohning Fadoilul Qur'on nomli kitobi. Bu zot Hijriyaning 224-yili vafot bo'lgan. Bu kishi islom olimlarining cho'nglaridan hisoblanadi. Va uning kitobi muhim kitoblarning qatoridan hisoblanadi. Yana Qur'on Karimning fazilatlari haqida yozilgan kitoblar ichida eng burun yozilgan kitoblardan hisoblanadi. Bu kitob Sahibul Qur'on shuni o'zlashtirish kerak bo'lgan, uning bilan zinnatlash kerak bo'lgan adab axloqlarni o'z ichiga oladi. Ba'zi mualliflar va yana tadqiqotchilar bu kitobning istilohat alg'usida aytganda Qur'on ilmlari haqida ulumul Qur'on sahifasida yozilgan tunji kitob deb qaragan. Va yana buni Harisul Muhasibi degan kishining Fahmul Qur'on kitobidan burun yozilgan deb qaragan. Harisul Muhasibi Hijriya 243-yilda vafot bo'lgan. Qasim ibn Salam Abu Ubayd bo'lsa 224-yilda vafot bo'lgan. Ya'ni bu kishi burun yashagan uningdan. Va bu zot Imom Ahmadning ustozlarining qatoridan u islomdagi cho'ng imomlarning qatoriga hisoblandi. Bu kitob Qur'on Karimning fazilatlari haqida yozilgan ayati ko'z ko'ringan alohida kitob hisoblandi. Nurg'ulg'an muhaqqiqlar tahqiqlagan bu kitobningki nihoyatda yaxshi tahqiqlaridan Marwan al-Atiya va Wafa Taqiyuddin qatorliqlarning tahqiqlari bo'lib, buni Ibn Kasir basmaxonasi nashrdan chiqargan. Undan boshqa yana Qur'on Karimning fazilatlari haqida yozilgan keng doiralik muhim kitoblarning qatoridan Imom Ahmad ibn Shuayb an-Nasa'i rahimahullohniki bu zot dongliq muhaddis olim. Hijriya 303-yilda vafot bo'lgan. Qur'on Karimning fazilatlari degan bu kitobini Qur'on Karimning fazilatlari haqida so'zlangan hadislarni rivoyat qilish bilan to'shqizgan. Undan boshqa yana Qur'on Karimning fazilatlari haqida yozilgan kengri doiralik kitobdan Lamhatul Anwar va Nafhatul Azhar va Rayuz Zaman li ma'rifati ma warada min al-athar fi sawabi qari'il Qur'on degan kitob. Buning muallifi Muhammad ibn Abdul Wahid ibn Ibrahim al-Ghafiqi. Bu kishi Hijriya 619-yilda vafot bo'lgan. Va yana bu kitobni Doktor Rafat Fawzi Abdul Muttallib nihoyatda go'zal tahqiqlagan. 3 to'plam nashrdan chiqqan cho'ng bo'lgan uchun. Bu kitob sahih bo'lgan hadislarni ham hasan va ojiz rivoyatlarni o'chigan. Shundaqla ba'zi to'qilma hadislarni o'chiga qolgan. Lekin bu kitobni tahqiqlagan doktor buningga ogohlantirish tanbih qilib o'tgan. Undan boshqa muallifning o'zimi mavu to'qilma hadislar deb bo'libmi Qur'on Karimning suralarining fazilatlari haqida to'qilgan hadislar xos qilib aytganda, ya'ni xosatan buningga diqqat qilinglar deb bir o'zi tanbih qilib o'tgan, ya'ni mavu to'qilma deb tushuntirib mangan. Bu kitob Qur'on Karimni o'qiydigan Qur'on ahli, o'rganadigan Qur'on ahli nurg'ulg'an axloqlari va adablarini o'z ichiga olgan bu muhim manbalarning qatoridan. Shundaqla ahli Qur'on adab axloqlari haqida nurg'ulg'an mazmunlarni o'z ichiga olgan kitoblarning qatoridan. Undan boshqa yana At-Tizkar fi Afdalil Azkar degan kitob. Buning muallifi Imom Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi rahimahulloh. Bu zot Al-Jami' li Ahkamil Qur'on degan kitobniki muallifidir. Bu kitob ahli ilm orasida mashhur. Muallif bu kitobda Qur'on Karimning fazilatlari haqida, Qur'on ahlining fazilatlari haqida 40 bobni keltirgan. Va bu 40 bobning ichida yana bir qancha bobni Qur'on ahlining adab axloqlariga xos qilgan. Bu kitob
birden artıq, yani bir qancha qatim nashrdan chiqqan. Endi hozirgi zamon kitoblari-chi desa, doktor Ibrohim Ali Sayyid Isaninki Fadail Suvaril Qur'onil Karim, Al-Ahadis Su vel Asar degan kitobi. Buningda Qur'on Karimning fazilatlari haqida 500 dan ortiq hadis bayon qilgan. Qur'on Karimning ahli fazilatlari haqida yana. Undan boshqa bu kitobda yangi nima hadis nuqtasidan so'zlagan. Yani hadislarni ko'rtagan jaqroq demoqchi. Ayet nefis isil alayhi kitap hesaplandı. Onun başqana qayta nashrdan chiqishi kerak bo'lgan isil qimmat baliq kitaplardan Sunan al-Qura ve Manahij al-Mujawwidin degan kitap. Muallifi Doktor Abdulaziz ibn Abdul Fattah al-Qari. Bu kitap qarilarning sunnatlarini bayon qilishni aytib qimmat baliq kitap hesaplandı. Yani qari Qur'on tilovat qilganda Qur'on bilan muomala qanday qilish kerak deganlarni bayon qilishni qimmat baliq kitap hesaplanadi. Chunki mushu Qur'on Karimni tilovat qilish adablari, Qur'on Karim bilan muomala qilish adablari adab axloqning qatoriga kirib ketadiganligi uchun va yana Qur'on ahli adablarining bobi ostiga ham kirib ketadiganligi uchun. Undan boshqa yana As-Sunan Mutaalliqa bil Qur'onil Karim degan kitap, muallif Doktor Ahmad Abdul Karim bu babda shu Qur'on ahliniki adab axloqlari haqida naytdi qimmat baliq kitap hesaplanadi. Undan boshqa Sharh Muxtasar Axloq Hamlatil Qur'on. Ajir rahimullohning Axloq Hamlatil Qur'on degan kitobni muxtasar qilib ham sharhlayotgan. Doktor Xolid ibn Usmon Sabit. Bunda Ajir rahimullohning Axloq Hamlatil Qur'on kitobini oldi bilan ixchamir qilgan, uningdagi nayt go'zal sharhlagan. Buning kitobning asli masjidda boshqalar so'zlagan leksiya xarakterlik darslar. Ondan buni qo'lyozma qilib yozib nashrdan chiqargan. Undan boshqa yana hozirgi zamondagi qimmat baliq kitoblarning qatoridan Doktor Abdusalom ibn Solih al-Jarullah degan kishining Fadailul Qur'onil Karim degan kitobi. Tadmiriya degan basmaxona nashrdan chiqargan. Bu kitob Qur'onning fazilatlari, uniki ta'siliha, yani asosiy haqidagi qimmat baliq kitob hisoblanadi. Undan boshqa hozirgi yangi zamon kitoblaridan Tuhfatul Aqron bi Sahih Adabi Hamalatil Qur'on degan kitob. Bu kitobmi nayt yaxshi kitob. Talib ilmlar o'quvchilar buningni ko'ngil bilsa, foydalansa, nayt yaxshi kitob hisoblanadi.